Biz sizlar bilan Kogan kompaniyasidan ETIC 200 suvarishli apparatimizni obzorini ko'rib chiqamiz. Ushbu svarka apparatimizning komplektida zabor garelkasi, kabel zazemleniya, uzatib beradigan shlangi, komplekt garelka, garantiya taloni, ekspluatatsiya qog'ozi. Apparatimiz 220 voltga ishlaydi. Svarka apparatimiz oddiy va gazoviy svarkada ishlaydi. Gazoviy rejimda 10 amperdan 200 ampergacha tok bera oladi. Diametri elektrodi 1 dan 3.2 gacha. Oddiy svarka holatda ishlash tokimiz 20 amperdan 180 ampergacha. Elektrod diametri 1 dan 4 gacha. Apparatimizning og'irligi 7 kg. Apparatimizning oldi qismidagi knopkalarga o'tamiz. Qizish indikatori, yoqish knopkasi, raqamli tablo, ko'p funksiyali boshqaruv muruvvati, svarka metodini tanlaydigan knopka, tik va MMA rejimda ishlatish uchun, svarka garelkasini ishlash rejimi 2 takli yoki 4 takli boshqaruv tugmasi, oddiy svarka rejimda qo'shimcha boshqarish funksiyasi. Apparatimiz orqa qismida tok kabeli, gaz ulash va ключатор. Birinchi navbatda zazemleniya kabelni ulaymiz va bizning garelkamizni ulaymiz. Garelka suvini boshqarish kabelini ulaymiz. Bunisi doimiy tokda ishlaydigan argon svarka uchun hamda gaz uzatish shlangini ulaymiz. Gazni qo'shamiz va foydalanishimiz mumkin.